Yaxshi niyatda ota-onam umra safariga jo'natmoqchiman. Narxlar qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolasa 13-iyul hafta kuniga Xudo xolasa dushanba bo'lyapti. Sizlarga birma-bir umra narxlarini tanishtirib o'tamiz. Shunaqa videolar uchun bizga boshidan layklarni bosib, kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalar, Xudo xolasa har kuni zo'r-zo'rlarga arzon narxda umra safarining narxlarini tushuntirib berishga Xudo xolasa harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib layklarni bosib tursalar, Xudo xolasa to'liq ma'lumotni Abdug'offor akadan olib o'tamiz. Qaysi kompaniya sizlar deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, yana bir marta qaytarib aytib qo'yamiz. Xudo xolasa Hikmat Travel o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniya. Videoda oxirigacha ko'rib turlar, shart-sharoitlari hammasini sizlarga to'liq ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Abdug'offor aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, ancha bo'libdi obunachilarimizga Xudo xolasa yangilik chiqarmaganimizga. Bugungi videoda yangiliklar bilan boshlaymizmi aka? Narxlar qanaqa bo'lyapti degan obunachilar uchun, ha? Narxlardan boshlaymiz bo'lmasa. Narxlardan boshlaymiz. Xo'p, narxlarimiz Zindedan tushdi. Xudo xolasa. Xo'p, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz iyul-avgust oylariga qo'yilgan. Bularda kunlari, chislovlarni aytadigan bo'lsak, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha 16-iyul kuni bor, 20-iyul, 23, 27, 30-iyul kunlari reyslarimiz bor. Reyslar bor, ha, zo'r. Bu reyslarimizni narxini $985 qilib beramiz. $985. Narxlar tushdi aka? Ha, tushdi narx. Tushdi, mana yangilik bo'ldi. Xo'p, endi bizga Toshkent uzunlik qiladi. Biz Farg'onadan boramiz deydiganlar obunachilarimiz uchun. Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz ham iyul-avgustga reyslarimiz qo'yilgan. Iyul oyini chislovlarini aytib o'tamiz. 17-iyul kuni reysimiz bor. 21, 24, 28, 31-iyul kunlari Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $1015 dan qilib beramiz, xudo xolasa. $1015. To'g'ridan-to'g'ri Farg'onadan Jiddaga reys. Jiddaga reys. Zo'r. Toshkentdagi 985. 985 Toshkent 985, Farg'ona Jidda $1015. $1015 dan zo'r. Endi sharoitlari qanaqa deydigan obunachilarimiz uchun sharoitlarimiz xudo xolasa Madina Munavvarada 200-300 metr gaz instansiyamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. 1 kilometr. Qaysi gaz instansiyamiz bo'sh bo'lsa, shunga tushadi xudo xolasa. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Zo'r gap. Endi firma tomonidan nimalar beriladi deydiganlar uchun 50 boshimiz xudo xolasa aeroportdan billa borib, billa kelishadi. Undan tashqari so'mka, kamzil, bejik, vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz, xudo xolasa. Keyin qaytishda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida beriladi. Bonus qilib yana bitta qo'shib beriladi, zo'r gap yo'q. Sharoitlar xudo xolasa aytilgan narsa bo'ladi. Xudo xolasa 50 bosh masalasi aka. 50 boshi o'sha aytganimizdek aeroportdan billa borib kelishadi. Zo'r. Bilmagan narsalar hammasini o'rgatib yordam berishadi, xudo xolasa. Zo'r gap yo'q. Endi to'lovlar masalasi bo'yicha keladigan bo'lsak, to'lovlarni xohlasa ofisimizga kelib to'lov qilsa, xohlasa onlayn to'lov qilsa, joylarni bron qilsa ham bo'laveradi. Ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarda bor. Qaysi joylarda? Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xohlaganlaring yaqin bo'lganlar bemalol xudo xolasa to'lovlarni qilib, kvitansiyalarni olib, joylarni bron qilsa bo'laveradi. Yo, bizga uzunlik qiladi deydiganlar uchun shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqsalaring, o'zimiz qolganini tushuntiramiz. Onlayn joylarni bron qilsalaring bo'laveradi. Hammasini tushuntirib, to'liq ma'lumotlarni yetkazib berasizlar. Ha, xudo xolasa qilib beramiz. Xudo xolasa, menimcha to'liqroq ma'lumot berdi degan umiddamiz. Agar yanada qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol tushunmagan narsalarga yana bitta narsa aytaylik. Tushunmagan narsalarga bemalol telefon qilaveringlar. 24 ga 7 telefonimiz uyalmasdan xotirjam bemalol jo'latamay qilaveringlar. Nima savollaring bo'lsa, qo'limizdan kelgancha, ilmimiz yetgancha javob beramiz. Javob beramiz. Keyin yana ko'pchilik bo'lib ketadiganlar uchun 4 kishidan oshiq bo'lsa, shu narximizdan ham yana $5 dan skidka qilib beramiz. Skidka bor. 4 kishidan oshiq, masalan, o'rtoqlar, oila a'zo, farqi yo'q. Qarindoshlar billa bo'ladigan. 4 tadan ortiq odam ketadigan bo'lsa, shu aytgan narxlarimizdan ham yana $5 skidka qilib beramiz. Xolos, skidkalar zo'r qilib berishadi. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Abdug'offor akaning o'zlarining nomerlarini qo'yib beryapmiz. Telegram, WhatsApp, oddiy telefondan telefon qilsalaring bo'ladi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilishadi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa sizlarga shunaqa videolar chiqib turadi. Aytib o'tganimizdek, Hikmat Travel o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniya. Litsenziya ham turibdi. Yo, menga to'liq kerak deydigan bo'lsalaring, bemalol Google ga kirib turib, Hikmat Travel litsenziya deb yozsalaring, xudo xolasa litsenziyasini hamma narsasini chiqarib berishadi. Litsenziya tomonidan o'ylamasalaring bo'ladi, xudo xolasa qonuniy umraga borishlarga xudo xolasa yordam berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha